Pensiyani plastik kartada olsangiz, qo'shimcha 1% pul beriladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Pensiya oluvchilar uchun muhim ma'lumot. Agar pensiyangizni bank plastik kartasi orqali oladigan bo'lsangiz, sizga pensiya mablag'ining yana 1% miqdorida qo'shimcha to'lov beriladi. Bu amaldagi tartib bo'lib, qo'shimcha mablag' pensiyaning oshirilgan summasi asosida hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, 2026-yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda barcha pensiyalar 7% ga oshirildi. Shundan keyin plastik karta orqali pensiya oluvchilar uchun yana 1% qo'shimcha hisoblanadi. Keling oddiy misolni ko'ramiz. Agar pensioner avval oyiga 2 million so'm pensiya olgan bo'lsa, 7% lik oshirishdan keyin pensiya miqdori 2 million 140 ming so'mga yetadi. Plastik karta orqali olingan esa ushbu summaning yana 1%, ya'ni 21 ming 40 so'm qo'shiladi. Natijada pensioner jami 2 million 161 ming 40 so'm pul oladi. Agar pensiya naqd pul shaklida olinsa, ushbu 1% lik qo'shimcha mablag' to'lanmaydi. Shuning uchun plastik karta orqali pensiya olish qo'shimcha moliyaviy imtiyoz ham beradi. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va muhim yangiliklarni birinchi bo'lib kuzatish uchun qo'ng'iroqchani yoqishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha